avtomat korobkani chachilib yoki skordan skorga alishtirmay qolishi mumkin. Avtomat korobka borki, joni yo'q bilan uni vaqtida alishtirmaydi. Moyni almashtirilish darajasi qanchalik muhim? Necha kilometrda almashtirish kerak? Yog' o'zi nima vazifalar bajaradi? Avtomat korobka ishlagandan keyin vaqti kelib yog'da vyaskisi yo'qoladi, eskiradi. Servisga kelayotgan avtomobillarda 70% dan oshig'i avtomat korobka moyi vaqtida almashtirilmaganligi sababli katta xarajatga tushyapti. Assalomu alaykum, podpischilar, omonmisizlar? Tanijoninlar sog'mi? Bugungi videoda sizlarga avtomat korobka moyini almashtirish qanchalik muhimligi haqida ma'lumot beramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu sizlarga katta summalarda tejishga yordam beradi. Bahodirxon aka, ko'pchilikda avtomat korobkani moyini almashtirish kerak emas degan har xil savollar ko'payib ketdi. Shuning uchun podpischilarimizga bugun video tayyorlaymiz. Aka? Avtomat korobka moyini almashtirilish darajasi qanchalik muhim? Necha kilometrda almashtirish kerak? Yog' o'zi nima vazifalar bajaradi? 5 ta savolimiz bor ekan, xudo xohlasa savol beraman. Javob berib tursiz, podpischilarga manfaatli bo'ladi. Assalomu alaykum. Qadrli kuzatuvchilar. Omonmisizlar? Xo'p, avtomat korobkada moy o'zi nima vazifalar bajaradi? Xo'p, avtomat korobkada asosiy bajaradigan vazifalari uzatmalar ulanishini yumshatadi. Ichkarida detallar ishqalanishini oldini oladi. Kamaytiradi. Keyin asosiysidan yana bittasi motorni nimani avtomat korobkani sovutib beradi. Korobkani sovutib beradi. Sovutish vazifasini ham bajaradi. Bajaradi. Demakki, misol uchun u axlajdenniy jidkis hisobida ham ishlaydi. Ishlaydi. Ham avtomat korobkalarda 99% suv radiatoriga ham ulangan bo'ladi. Qo'shimchasiga antifriz ham yordam beradi yog'ni sovutishiga. Ikkinchi savolimiz aka, moy o'zi qaysi sabab bilan almashtiriladi? Qanaqa holatda? Avtomat korobka ishlagandan keyin vaqti kelib yog'da vyaskisi yo'qoladi, eskiradi. Kuyadi avtomat korobkaning ichi. Mexanikaga qaraganda bunda qizish ko'p bo'ladi. Kuyadi, strushka yig'adi o'ziga. Keyin ichki detallarni yaxshi yog'lamay qo'yadi. O'zini xususiyatini yo'qotadi. Shuning uchun alishtirish tavsiya qilinadi. Endi mana misol uchun biz videomiz boshida aytganmiz, aytaylik Spark, Lacetti, Cobalt, o'zimiz mahalliy avtomobillarda necha kilometrdan necha kilometrgacha berilgan almashtirilish muddati. Kilometrni aytaylik, shu menimcha aniqroq bo'ladi. Sparkdan boshlaymiz misol uchun. O'rta me'yor 40-45 ming kilometrda alishtirish. Uning ichida hozir bilasiz, bizda qattiq mashinani tez haydaydiganlarimiz bor. Ularga tavsiyamiz 5-10 ming kilometr oldinroq alishtirgan yaxshi. Endi aka, eng nimasi, 3-savolimiz, qo'rqinchli joyi almashtirilmasa nima holatlar, nima belgilar beradi bu bizga? Shopir uchun-da endi. Qanaqa holatlar yuz beradi? Xo'p, birinchisi drayvga olganda torsillatib soladi. Bunaqa spabotniy turmay qoladi, oldiga qarab munkib turadi. Ikkinchisi e'tibor bersa, skorost alishtirishi uzoq qilib qoladi. Masalan, 2 bilan 3 ta orasi. 3-chi skorlar bo'lsa, birinchisidan olgan, 2 ga olgandan keyin juda ham uzoq vaqt motor bo'kiri borib kelgan oladi. Shularga olib keladi. Asosiysi motorning ichini chachib tashlashga ham olib kelishi mumkin. Yog'ni vaqtida alishtirmaslik. Motorga ham nagruzka bo'ladi. Motorga ham, korobkaga, ko'siga ham bir-biriga ta'sir qiladi. Bo'ladi. Mana sizlar uchun yaxshi layfhack bo'lyapti. Endi aka, o'rtacha korobka remonti qancha? Mahalliy mashinalarimizda $600 dan $1000 aylanishi mumkin. 600 dollardan Spark, 1000 dollar. Gentralarimiz, Cobalt, Malibularimiz bor. O'rtacha yog'da almashtirilishi menimcha $150 bormaydi. Shunaqa, $150 bormaydi. Yog'da almashtirilishi sizlar uchun tavsiya o'laroq aytib o'tyapmiz. Aka, 4-savolimiz bu qiziqroq. To'g'risi internetda ko'p joyda ko'rganmiz, eshitganmiz. Korobka moyini almashtirdim, korobkamda muammolar yuzaga keldi degan narsani menimcha o'zingiz ham eshitgandingiz. Usta sifatida. Xo'p, bu nima bilan bog'liq? Qanaqa qilib asoslaysiz endi buni? Korobkani oddiy qilib tushuntirganda, avtomat korobka borki, joni yo'q bilan uni vaqtida alishtirmaydi ko'pchilik, esidan chiqadi yoki qandaydir bee'tibor bo'ladi. Shunaqa mahalda ujaligi eski yog' korobkaning ichini dabdala qilib bo'lgan, strushkalar yig'ilib bo'lgan, uni to'kadi, yangi yog'ni quyadi. Quygandan keyin hamma detallarni haligi yangi yog' yuvib, avtomat korobkani chachilib yoki skordan skorga alishtirmay qolishi mumkin.
Buni keyin yangi yog' quydim, yangi yog'dan keyin shunaqa bo'ldi deb o'ylashadi. degan fikrga Aslida keladi. eski yog'da juda ham ko'p yurib qo'ygan ko'p shopirlarimiz. O'sha sababli shunaqa fikrlar uyg'onadi. Ko'p yurib Lekin qo'yish vaqtida degani- alishtirsa, bunaqa ko'ngilsizlik hodisalar Yo'q, endi bo'lmaydi. mana misol uchun ko'p yurib qo'ydi deganda necha kilometr nazarda turadi aka? Bir 100 mingmi yo 150 200 mingmi? Qancha nazarda? 40-45 ming kilometr tavsiya qilayotgan bo'lsak, 150-200 ming kilometrda esidan chiqib qolgan odamlar bor. Uchrab turadi hozirgacha. U ko'p yurib yuborish deb Juda ham shuni ko'p aytadi. yurib yuborgan, ha. Menimcha foydali bo'lyapti yaqinlar. Like bilan qo'llab-quvvatlab, Bodirxon akam ham bir duo qilib deylar, kommentariyada qo'llab-quvvatlab tursinlar. Sizlar uchun shunaqa yaxshi kontentlar chiqarishdan charchamaymiz. 5-chi oxirgi savolimiz aka, bir 3 ta tavsiya bering podpiskilarimizga shu korobkani asrash uchun. Korobkani asrash uchun qisqacha Qisqa bilan. javob beraman. Moyni vaqtida alishtirish, sifatli moy quyish, sovuq korobkaga avtomatni zo'riqtirmaslik. Buni ham misol uchun motorni qizdirganda, buni ham qizib Buni ham olgandan qizib keyin olgani yaxshi. bor Avtomat imkoniyatdan korobkani foydalangan yoqib maqsadga muvofiq bo'ladi. Yaqinlar o'shaga Bodirxon akamni qator duo Salomat qilib, bo'linglar. like bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sog' bo'linglar, rahmat. Agarda siz avtomat korobkali avtomobil haydasangiz, bu siz uchun, bu video siz uchun signal edi. E'tibor berib qo'ying. Probegi qancha bo'ldi, qanchada almashtirgansiz. Va albatta biz sanab o'tmagan avtomobillar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring, siz qanday avtomobil minasiz? Sizga nimasi qiziq? Albatta biz sizlar uchun chiroyliroq videorolik qilib berishga harakat qilamiz. Videoda oxirida yaqinlarimdan like so'rab qolaman. Albatta podpiska bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bundan-da qiziqroq, bundan-da foydaliroq videolar hali oldinda.